Lobnyada podstava. Tog'alar taksi xodimlarini to'xtatib, полностью podstava qilib, hatto уголовный делоgacha olib borishyapti ekan. Buni sababi bo'lsa bitta. Bu путевой list. Путевой listda Lobnyada bitta taksopark bor ekan. Bu tog'alar bilan birgalikda ishlagan holatda o'zidan tashqari o'zini путевойdan boshqa bo'lgan putyoylarni hammasini shtraflarga solib va hatto уголовный делоlargacha, hatto sudlargacha olib boryapti ekan. Moskvada ishlaydigan taksilar uchun bu informatsiya juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Imkon boricha Lobny shaharchasiga kirmay turinglar. Lobny shaharchasi bu Sheremetyevo aeroportining oldidagi bitta rayon. Bu yerda aytganimdek taksopark bor ekan bitta. Monopoliya qilish maqsadida hamma shu rayonga kirgan taksilarni tekshirishib, путевой list, главный ular asli taksoparknikidan boshqa bo'lsa bo'ldi, полностью dokapatsiya qilishib, litsenziyalarigacha tekshirib, hatto medik, texnik hammasini daniylarni tekshirgan holatda va undan tashqari siz bugun nechida ishga chiqdingiz va qaysi rayonda edingiz, xuddi shu informatsiyalar ham ularda bor ekan. Qayerda siz na samом деле yurgansiz, sizni chiqqan joyingiz путевой listda qayerda yozilgan. Elektronniy bo'ladimi yoki обычный qog'oz путевой bo'ladimi, hammani полностью tekshirib, shunaqa podstava qilishyapti ekan. Buni qaysi taksopark qilayotganini biz bildik. Buni gapirish hozircha пока что kerak yo'q. Bu podstavaga hatto biz voditellarimiz ham uchradi. Hozir bular bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Sizlarni предупреждать qilgan holatda bu informatsiyani sizlarga aytib chiqyapmiz. Imkon boricha bu videoda taksi kollegalarimizga jo'natib qo'yasizlar va gruppalarga jo'natib qo'ysanglar va ko'pchilikka foydasi tegadi degan umiddamiz.